Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Tug'anlar, bugun 19-iyul. 19-iyul Arslanbab. Chalabatskiy oblast Arslanbabda yuramiz, tug'anlar. Solu bor-bor. O'shani sizlarga hozir ko'rsatib berjam. Tartib o'tib ketayim. Sizlar videomizga oldindan like knopkangizni ayoy bosib ketsanglar. Kanalga qatnab olganlar kanalingizga qatnab qo'yingizlar. Shunday sonun taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib olasizlar. Beklar tug'anlar, mana birinchi bu yoqda magazinlarda jalang sizlarga ko'rsatib o'tib ketayim. Qanday suvenirlar olsa bo'ladi, qanday suvenirlar bor. O'shalarni tartib, baholari bilan keyin ichkariga qarab sekin bosib kirib ketamiz tug'anlar. Kichkinakay sharqratmaga girer ishda, marojna birinchi girgan yerda so'ng joqda marojna sotadigan tug'anlar. O'sha yerdan bemo marojnalarni olib, hozir men baholarini qoldirib ketaman. Qancha so'm, qanchadan marojnalar. Assalomu alaykum aka, marojna qancha so'mdan aytib o'tib keting bizga. 10 so'm, 20 so'm, cho'ngi 20 so'm. Kichkinakay 10 so'm. Daha napitkalar bor ekan, ha? Tug'anlar. Kirer ishda o'ng joqda marojna napitkani ko'rib alıp jeyip turganınız jeyip, прохладительный напиткалардан alıp ketsinler bo'ladi. Keyin nanday sekin açki kerak bo'lsa tug'anlar. Baldarlarga. O'zbekistondan keldingiz? Qanday ekan Arslanbobda aytib keting, uzoqdan keldingiz. Har yil dam olamiz. Yaxshi, jaqav sizlarga? Jaqatda. Andijonda Paxtavod degan yerdanmiz. Paxtavoddan keling. Paxtavodga aka, keling aka, salom qilib qo'yaylik. Atim Asqarali. Daniyor aka, Daniyor. Daniyor. Biz Jalovatdanmiz aka. Jalovatdan. O'sha bugun Arslanbobda es oluv joyini bugun reportaj qilib qo'yishimiz kerak. O'shaga mana O'zbekistondan kelgan do'stlarimiz, o. Sonun es alıp, sizlerge jaqota ularning muomalasi yaxshi endi, nesni endi. Yaxshi endi, rahmat sizlarga endi. 5 og'iz so'z aytib qo'yganingizlar, ammo. Shunday tug'anlar. Tak, bu joqda emi. Suvenirlar tartib ketaymi, igrushkalar bor ekan. Şu qancha so'mdan necha? Baholarni aytib o'tib ketavering sizlar naqilba. 200 so'm ham razmerli. Suv shashadigan igrushkangiz qancha so'm edi? 100 so'm, ha? 100 so'mdan mana. Shunday igrushkalari bor ekan. Bu Arslanbobga jalang yosh bolalar chiqqanda shunday mayda shuda men o'zim bilan yoshligimda chiqqanda 1000 so'm, 2000 so'm, 3000 so'm shunday keragi yo'q bunday igrushkalarni ishlatib tugatasiz. Sonra jalang sizlarga hozir qanday suvenirlar bor. Shunday 5-6 so'zlar adamlardan so'zlarini o'g'amiz qanday es olish yaxshi bo'lar. Muomalasi yaxshi bo'ladi. Nimalarni bilasizlar, qantardi. Arslanbob qantari. Xili bor ekan. Qancha qantlar qanchadan edi? 10 so'mdan ha, jalang. 10 so'mga ikkita, 5 so'mdan. 5 so'mning ham bor. 5 so'mning ham bor ekan. 10 so'mga ikkita. Qurt qanchadan? Ve X Daniyor deb YouTube'dan yozsangiz, X qo'shib Daniyor. Anglizcha, Daniyor. Hozir ko'rsatib berem keling. Uzr tug'anlar, qurut qanchadan necha? 100 so'm ha, paketi 100 so'm ekan tug'anlar. Bunday dol quruti bor ekan. Обычный qurut 100 so'mdan ekan tug'anlar. Kelinglar, ketdik, sekin boraylik. Buna gullarni ko'ratasizlar bu joqda. Sana gullar sotadigan. Jalan şaşpay. Qanchadan ekan bunlarning jaz berishing? Jaz berishi bekor ekan. Ha, o'zing tanlab olasың 100 so'm, ha? Jaz berishi bekor. Shunday yozdirib, pamitka deydi. Estelib yozdirib olsanglar ham bo'ladi ekan. Bunların qancha so'mdan brasletlari? 40 so'm. 40 so'm. So'm. Ketdik tug'anlar. No, paçkası qanchasi turadi? Zakolkalar. 50 so'm paçka. Paçkasi 50 so'm ekan tug'anlar.
Ушундай шыркырага, кичинекей шыркырага чыкка беришти да ушундай. İçinde dökönçeler var. Suvenir, ушундай şirinliktер сатат. Qancha so'mdan aka sizlarda? Qolaverasiz, kattasi qarab. Razmeriga qarab, bunisi qancha so'm bo'ladi? 50 so'm, bunisi-chi? 80 so'm. 80 so'm ekan. Eng cho'ngingiz qaysi? Bu. Tak. Qancha so'm bo'ladi shu eng cho'ng? 300 so'm. 300 so'm ekan. Jazdirishi bekar. Yozish bekar. Qalaganingizni yozib beradi ekan. So'm. Shunday tug'anlar, pametkalarda akamdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Buna ish jarayonini hozir bir tartib qo'yim, sizlarga ko'rsataman qanday qilib yozilishini. Jazavering aka, men o'shani ko'rsatib o'taman. Gördüğüne gül kılvata hazır bırak. İyi kalagan жазуunu jaz beresiz. Bravo. Zakaz qilsalar. Zakaziga qarab жазылады. Shunda 300 so'm, 50 so'm, 100 so'm ekan. Tuğanlar. Sredniy razmeri 100 so'm. Nolar 100 so'mdan, ha? 100 so'mdan shular. 80 so'mdan mana kichikay ratlari bu. Tak, sonun ketdik daha. Qanday magazinler bor sizlarga daha Saçpay ko'rsatib o'tib ketay. Gullarni ko'rdinglar, gul ayabay ko'p ekan bu yerda satqanlar. Tak, bu yoqda игрушечный. Tak, bunalar qancha so'mdan aka? 100 so'm, 100 so'mga shunday. Nabor bor ekan. Игрушкалар ayabay ko'p ekan. Tak, shunday игрушка. Suvenir jalan gördüm. Tuğanlar. Tak, bu жақта keder etkende magazin, shunday suvenirный magazin. Gullar. Mına sumuşkalar qancha so'mdan? 250 so'm ekan. 250 so'mdan. Shunday sumuşkalar bor ekan. Жазуу бар ekan içinde. Acayip öyle. Adam ayağıya köp bugün olanlar. Ağzından besleyin sizi Allah. Beyler hanım. Так, но oyun сработали, qanday oyun ekan? Обычный priz menen ekan, ha? Keling aytib beringchi bu qanday oyun aka? Ne qilish kerak? Bu elder ko'rsin da. Gapiravering. Ne qilish kerak? Qanday priz yutsa bo'ladi? 10 taga liboy o'ynamoq. Oshuni aytib berasiz. Bular pravilasini. Qo'rqmang, bu kameraga ko'kishpaysiz. Ayting. Ne qilish kerak? Shu jarish kerak. Ha, jarish kerak. Neni jarish kerak? Qanday qo'lmen jarish kerak borib? Day. Oshuni aytmaysiz-ku, qani ko'rsating o'yinni. Ha, davay ko'rsat. 100 so'mga 10 ta beramiz. Tak. Har yerda 10 taga liboy o'ynaymiz. Tak. Priz yaramasa ham yarısı ham prizi bor, qurib ketish yo'q. Короче, 10 ta strela berasinglar. Ha, o'sha. O'shaning qo'lingizga olib, aka, bundan 10 ta berem. Bu tushunmaydi hozir odamlar, ha, bundan 100 so'mdan 10 ta beramiz. Tak. Atib jarat. Aha. 10 ta shari qo'ysa, liboy o'ynaymiz. Bir oy tibay qilib qo'ysa jarib jimni yapanaman. Короче, без priz ketmaydi. Atak cho'ng 10 tani teng jarsa ko'rsat. Qanday игрушкалар berasing, uka? Cho'ng jarsa liboy o'ynaymiz. Ha, liboy qolgan. Ha, 10 ton jarsangar, qolgan игрушка, cho'ng mishka, jemnanday o'yinchoq bu liboyni tandab olsa bo'ladi, ha?
Bir carsada Bir cardasa da hazır Oğuz ko'rsatib. tipe kalıp. Ha. Bir ön carsada bunu nerede alıyor? Ha, bu yerden Bir ön carsada. biri jarsadingizdan Niyaqdan любой игрушканы tandab olsangiz bo'ladi ekan. Qancha so'mda? Muhammed Ali'nin oyunlarda şu yerde olur. Ha. 100 so'mga o'nta beramiz. 100 so'm qo'nta. 160 so'm ekan. Молодец uka. Shunday aytib berib, shunday o'yin bor ekan, bu kichkina charqaraga bosib ketayotganda sol joqda sizlar menzilimga. Mana turganlar. Bunda sizlarga jalon tartib ketdim. Rahmat uka, ating qanday? Abdulmajid. Abdulmajid shu bolaga kelib, bemalol o'ynab ketsangiz bo'ladi ekan turganlar. Rahmat uka. Tak, ketdik. Bu yoqda menday призовой apparatlar bor ekan turganlar. Na, ugaday priz deydi. Ke, tushuntirar uka, sen bircha sening bu jalang seniki? Bariga baraka degan o'yin. Ha. 50 so'm to'lab bu yerdan xohlagan bitta knopkani ezadi. Tak. Ezganda bittasi yonadi. Aha. Mana. Misol bu yon desa mana. Aha. Shu korobkaning ichida priz bor. Tak. Shu priz sizniki bo'ladi. Ha, короче, aqcha qancha so'm? 50 so'm. 50 so'm berem. Bir o'yin, bir knopkani bosam, ha? O'sha qaysi janat, qaysi jansa, qaysi priz tushsa, o'sha mening prizim bo'ladi. 5 so'm jan qolsa 5 so'm beradi. 5 so'm o'tib olishim mumkin. Biroq korobkaning ichida priz chiqmay qolsa, o'shani qaytarib. Qanday prizlari bor korobkaning ichida? Korobkaning ichida shu yerda prizlar bor, pulli prizlar bor, har xil prizlar bo'ladi. Yaxshi, mana ikkinchisini tushuntir. Bu 50 so'm, bu 50 so'm o'yin. Tak. Ha, ko'rsatib ham berasizmi? Ha, ko'rsatib ham berayotgan hozir. Tak. Kemen ortiroq. Aha. Teshikka endi qo'yarasiz. Tak. Buni endi bosib tursangiz ko'taradi. To'g'ri temirsak, teshikka endi qo'yarish kerak. Tak. Shu teshikka kirib kelsa, shu siz bo'ladi. Ha, mana teshikka Kirish kerak. kirish kerak ekanda. Shunday. Aqchaga tiysa sразу tushib, tushmay qolishi bor. Aslida teshikka kirsa bo'ldi. Kirsa bo'ldi. Ha, kirsa bo'ldi. Kirsa bo'ldi. Kirsa bo'ldi, prizini berayotgan to'g'anlar. Bu shunday 50 so'm buldağı. Buldağı 50 so'mda o'yin ekan. Bu aqchaga o'ynayotgansiz. Mana 50 so'm aqchani. Buldağı необычный игры. Sen narayaq tushuntirib oldingmi uka? Ke, berkim non tushuntireman. Al ishtamaymi? Ha, unda keragi yo'q ekan buni. Tak, yaxshi uka. Rahmat uka sizga. Ishing qilaversin. Tak, ketdik biz дағы. Neler bor tartaylik. Bu yoqda magazin. Ochki magazin bor ekan. Buna muzika va anaqa tushib qolsa bo'ldi YouTube'dan zapret bu muzika. Tak, uzoqqa ketib qolaylik muzikadan. Tak. Tak, bu yoqda bunday ryukzak sotadigan. Uyda ryukzaklardan qolib ketsa, uyib qolib dokumentlar, aqchalar desangiz ryukzaklar bor. Mana ryukzaklar qancha so'mdan ba'lari? 500 so'm. Eng arzoni, eng qimmatini ayting, men bunday ko'rsatib qo'yaman. Mana cho'ngdori qancha so'm? 1,5 ming so'm, ha? Bunalar-chi? 500 so'mdan. Bular 500 so'mdan, ha? Arzon so'mkamiz yo'q o'zi, qanday qimmat. Jo'jo, men arzonda, men baholarimni qaltirib bular qo'yaman. Bunalar qanchada? Ular ham 1,5 ming. 1,5 ming so'm, ha? So'm. Bu yoqda qandaylaringiz bor? Buna plyajnilar qanchadan? 500 so'm. 500 so'mdan, ha? Ular 400 so'm, 500 so'm bunday plyajnisi bor. Bunalarimiz tikilganlar. Bular qancha? 250 so'mdan, ha? So'nim. Bunalarning-chi? Ular 350. Bu o'zizniki, buna Arslonobodda tikilavi, привозной olib kelganlar-ku. O'shda o'shimizni bilib olay. Привозноylar, ha? 500 so'm ekan-da bunalar. Ular 250. Ha, bu 250 so'mmi? Buna kichkinakay? 150 so'm. So'nim ekan-da. Dag'im nelaring bor? Qandaylar sotayotgansiz? Bu qancha so'm? 50 so'm. 50 so'm. Bu qashday turganmi? Tak, qanchadan uka? Derivanniy posudalar. Janoqdan bunalar. Жаңғақ bunlar? 250 so'm. Mana 250 so'm Bunalar жаңғақta. 70 so'm. Bunalar 70 so'm, ha? Bunalar 50 so'mdan. Bunalar
Bunlar 80 so'm. Alsanız rossiyskiy Bunlar to'g'ri 80 bu. so'm. Ha bu rossiyskiy pasoda. Qancha so'mdan rossiyskiylar? Bunlar 1,5 ming bunalar. Tak, cho'ng, buni 1,5 ming. Buni 1000 so'm. Buni 1000 so'm. Buni chinisi o'zi 1,5 ming. Tak, chinisini o'zi 1,5 ming, loshkasi bilan qo'shib qancha bo'ladi? O'shanda loshkasi Chiqarganda shu chinini, yaqindan kameraga qo'yib tartib qo'ying. Loshkasi bilan qancha bo'lib qoladi, o'shanisini ko'rsatib qo'ying. buni cho'michi bilan 2,5 ming bo'ladi. 2,5 mingmi? Maşallah, cho'michi ham arzon emas-da? Ha, to'g'ri. Chiqishlar 250 so'm. Alsanız bunday da var mı? Buni o'zi 1000 so'm buni o'zi. So'mga. Bunisi 200 so'm, 1200 so'm. 1200 so'm komplekt, ha? Bu Rossiyaniki? Bu Rossiyadan kelgan. Ha, rossiyskiy pasoda 1200 so'm bo'lar ekan, komplektga. Tak, so'ni uka, mana chiqolmi telefon? Baya qo'ya turganmi telefon qo'yib? Qancha so'm shularni ko'rsatchi? 150 so'mdan bunday derivanniy. Telefon qo'ya turgan bor ekan. 150 so'm, yaxshi, bas. Buna nelerin qancha so'm sanduqchalar ichidagi? Eng kichkinagi 500. 500 so'm, ha? Aha. Buni 800. Buni 1000 so'm. 1000 so'm chiqarib ko'ramiz, chaqirnoqdan da video tartib qo'y. Ming so'm, ha? So'm mumkin. 1000 so'mga shunday sunduchoq. Bu baya bujuteri salgandaymi? Altın-baltınlar salgan. Kapelkan qancha so'm uka? Kapelka 150 so'm. 150 so'm uka. Shunday tug'anda, rahmat uka. Ating qanday? Seni ham tartib qo'ying-ki, kameraga tushib qolasin. Kechinda ko'rasan, rahmat uka. Bugun kechinda videoni qo'yib qo'yim. Tak, shunday bog'larini bilib ketdimiz. Qanday ne suvenirlar bor, jalan. Artık ko'rsatib o'tib ketamiz bo'lganlar. Chirqiraga yetib qolayin dedik-a, ishni qoldi. Sekin uka. Tir bor ekan bu yoqdan. Tir qanchadan uka? Ha? Qancha so'm? 50 so'mga 10 top. 50 so'mga 10 top. Ha, 50 so'mga 10 shtuk ekan bunday. Ya, tug'anlar bu yoqda bunday tasva to'playdi ekan. O'zlari to'plab berayotgan zakaz bo'yicha xohlaganingizni zakaz qilsangizmi? Bu qancha so'mdan aka? Qancha so'mdan qancha so'mgacha kim aytib beradi bag'larini? Noningiz qancha so'm temir? 100 so'm? 200 so'm, ha? Ba 50 so'mdan 1000 so'mgacha desa bo'ladi. 1000 so'm. Taşlar burada jasab yozmaydi. O'zingiz. Burada libo taşlar bor. Arzon. O'zingiz zakazga sразу jasab berasiz-ku, biroz so'ransa. O X Tanyar deb aka. YouTube'dan. Tak. Shunday tasmalar bor ekan. Tak, bu yoqda neleringiz bor aka? Mana duxiylar qanchadan aytib o'tib keting. Gramda bor, rasatdan duxiylar orqali. Bu gramovoymi? Gramovoy 50 so'm. Eng kichkiniki 50 so'mdan. 1 gram 50 so'mdan 200 so'mgacha, 150 so'mgacha 1 gram. 1 gramı 50 so'mdan 250 so'mgacha. O'shanday. Mayli inshaalloh. Hozir blogerlar qo'yapti. Sonum bo'ldi. Bro keldi u dag'i. Ha, yaxshi. Blogerlarda magazin tartibam ekan-da. Hadiya G'amxo'r. Qanday? Hadiya G'amxo'r. Hadiya G'amxo'r. YouTube'da? Atmetga qilib qo'yamiz videomizni ostiga kanalingizda. Shunday tug'anlar, bu duxiylarni bildik, endi dag'i nelar bor, jalan ko'rib, tartib ketaylik, shoshmay. Игрушка аябай ko'p ekan. Детский игрушка satgan yer aябай ko'p tug'anlar. Tak, bu yerda udar bor ekan. Davay ke. Qancha oldu? Tartib qo'yaman, pazoringni tartib qo'y. Davay, delay. Yaxshi urchi. Kameraga qattiq ur. Na. O erkek udar oldu. Qancha so'm ekan? 50 so'mmi? 10 so'm. 10 so'mmi udar? 10 so'm ekan tug'anlar, udari 10 so'm. Shunday o'ynab, udaringizni tekshirib ketsangiz ham bo'lar ekan bu yerda. Tak. Dag'im nelar bor? Dag'im nelar bor? Kele, qarag'atlarni bilamiz bog'larni. Qancha so'mdan qancha so'mgacha enaji? Aytib bering bog'larini. 300, 350. Kilogramga u?
300-350 so'm, ha? Sonun. Qandaylari bor eja? Alma, örük. Ha, alma örük mü? 2 türü var, ha? Yaxshi. Qurtlarınız qancha so'mdan eja kilogramga? Özüm çıkarıp koyman ay. Yo'q, qanchadan? Aytdim, kuzov. Bunlar 500, bunlar 400'den. No 400 so'm. Nosi 500 so'm, ha? Tak, qiz no achu. Vardı ki bunlar 450 son. 450 so'm. 450 so'm. Bunolarınız kapchonli, ha? Kapchonli qancha so'm? 500 so'm. Tak, no dölta. Dölta qancha so'm? 500 so'm. Обычныйларыбыз 400 so'mdan. Sonun. Tak, qantardi balalari qancha so'mdan qancha so'mgacha? 10 so'mdan, ha? Jalan 10 so'mdan. Na. 10 so'mdan qantar bor ekan tug'anda. Sonun balalari. Jalan gördüңөр, ha? Balalari menen qaraqatlardı qoldirib. Buni pachkalar qancha so'mdan? 100 so'mdanmi? Tayyor qilib qo'ygansizda. 100 so'mdan pachkasini olsanglar bo'ladi ekan shunda. Rahmat aja. Tak. Ketdik dağı. Sekin. Qalpoqlar, doppular qanchadan? Arturdu. Keling, aytingchi, bunisi qancha so'm? 200 so'm. 200 so'm, ha? Tak, bu 200 so'mdan ekan. Dağı, bunisi qancha so'mga? 150 so'm. 150 so'mdan. Tak, qalpoqqa kelsak-chi? 200 so'm. 200 so'm. Xo'sh, barda. Ha, jalan 200 danmi? Bular 200 so'm birde ekan. No, Panamka qancha so'm sonu? 100 so'm. Da Panamka giyib olam shekilli meni. 200 so'm dedingizmi? 180 so'm qilib beraman. 180 so'm. Yo, iPhone charmondaydi. Yo'q, kamera qimildabay to'g'ri. Yo, iPhone charmondaydi. iPhone'dan kuchli-da kamera. Tak, buni dop qancha so'm? Sonu 150 so'mdan. Ashya so'm. Shunday bog'lari arzon. Suvenirlarni ko'rib turasizlar. Igrushkalar ayavay ko'p. Ma jelpigich qancha so'mka? 50 so'mdan. 50 so'mdan ke. 50 so'mdan. Tamir light u. Makina. Bu yoqda ham bormi? Tortib qo'yamiz. Ha, bu yoqda bileklar bor ekan-a, son. Bilek. Qanchadan buni tassalar aka bog'lari? Let's go. Altınga o'xshatdi. Mana tug'anlar oltin bog'lari deb ketaymi shu yerga ketayotganda. Tak. Turiga ekan bu bijuteriya. Tak, soatlar bor ekan. Oho. Rolexlar bor ekan har qanday. Soatlar qancha endi? Ko'pda приблизительно. 100 so'm, 200 so'm bo'lsa kerak a. Soatlar qanchadan aka? Qancha so'mdan soatlaringiz? 50 so'm bizga qolib. Soatlaringiz ham aytavering. Bu 220 so'mdan, ular 120 so'mdan. Ha, telefon o'rnatib turganlar. Ama ulana turganmi? Ha, jurab turganini tekshiradi. Ana qancha jurganda tekshiradi. Aha. Ammo ular olsa 800 so'mdan. Bu telefon ichidan sim karta tushadi, fleshka tushadi. Ha, bunaqa sim karta ham tushadi. 800 so'm. Telefon ekanda, shunday. Ular 350 so'mdan braceletni deydi. Qolganlar 200 so'mdan. 200-250 ekanda bu yoqda. Qimmat. Sonun shunday tug'anlar. Soatlarda bog'larni bildik. Chiqara. Sekin basamiz endi. Neler bor, nechi. Isiriq qancha so'm? 20 so'mdan, ha? 20 so'mdan isiriq bor ekan tug'anlarning. Sonam kubiklar qanchadan? 120 so'm. Sonam. Pakettik. Sekin masayirliga. Samolyotlar kimniki? Qancha so'mdan? 150 so'm. Samolyotlar bor ekan 150 so'm. Zapravka qilib uchadim. Da. Sotganmiz aka bunaqa. Tak, shunday. Gullarga qarab qo'yinglar. Tak. Shunday tug'anlar.
жалаң баягы сувенирный магазиндерди сиздерге көрсөтүп өтүп кеттим. Эми входко жетип калдым, туугандар. Мен бир айтар сөзүм бар жогу сонун, туугандар. Арзан, көп ар кандай сувенир, балдарга оюнчактар издеген табат экенсиң да, мындай одним словом. Бир жери магазиндерди көрдүңөр жалаң. Шуну эми жолуну кылып, түз кылып, текис кылып, андай билбейм, сонун вид дейтпи? Şu вид кылып коюш керек болуп атат да эмичи. Турист, Өзбекстандан туристтер жүрөт экен көрдүңөр. Сүйлөшүп, бар жогу жакшы, бизге жакты деди. Көп. Эми ошого соответствовать эте турган кылып, мен акыллуулук кылган жерим жок бул жерде. Өзүм пикирими айтып кеттим, как блогер бала болуп. Так, бар жогу сонун, баалар арзан экен. Издеген табат экенсиз, курттарды көргүлө арзандыгын. Салам. Так, эми азыр мына жетип калдык уже. Ичкериге кирелик, көрөлүк кандай эмне бар, эмне жок. Ошонусун жалаң көрүп, силерге азыр тартып өтүп кетейин, туугандар. Кеттик. Bismillahirrahmanirrahim. Так, ичкериге кирдик. Бул ичкериге кирген жерде дагы мындай сувенирный лавкалар бар, көрсөңөр. Карагат, курут жалаң. Сонуна, туугандар, көрүп коюңузлар. Карагаттар канчадан нече? Килограммга, а? Канча сомдон ош? Килограмм. 350 сом. Кандайлар бар? Алма, өрүк? Alması var. Örük kaldı mı? Çalan örük ekan bu жерде. 350 сом килограмм тугандар карагат. Так. Адам көп. Адам аябай көп. Кантар 5 сом, 10 сом экен да жалаңа. 10 сомдон башкасы 10 сомдон кантар. Сонун кантар. Курут килограмм канча сом эже? 300 сом. 300 сом. Сонун. Так, шундай тугандар. Так, жетип келип калдык, а? Кани. Мен главный келген жерибизге келели. На тугандар.
50 ming so'm. Туғандар, погоданы қарап қойғыл, аябай сонун болуп атат. Адам, эл, аябай көп бұл жерде. Arkaya geçelim. Так, кейін шындай лестница манда көдөөгө чыксаңыз туғандар. Рахман. Бул жакта мороженое жей турган жери бар экен. Бу мына водопад болсо туғандар чыкка. Ошону биз бу жактан келдик. Азыр. И биз наркы бетти өтөбүз, эми бул жакка. Балдары бүле кететкенбизде жол көрсөтүлө мага. Жок, түшүп каласың да камера. Каналыңыз барбы YouTube'да? Ооба. Не деген? X Данияр деп. Данияр. Ооба. Кимге кетемизми я? Нема боларны? Бияқта көпүрүү бар экен, ооба, мен кыйнап өзүм. Каяка кетяпсың? Буяка. Түшкөч. Так, жүргүлө көпүрүктө көрсөтүп өтүп кетейин. Азыр 1 минут. Умида кел. Кетирле. Камера кетти, съемка кетти бул жерде. Караңыз. Бул фото съемка боло турган жер экен. Чыркыран ауылында. Калсаңар ушундай фондо сүрөткө түшүп кетсеңер болот экен. Бул жакка фон, или бул жакка фон. Сиздер каалаган фонуңарга мындай фотограф балдар бул жерде сүрөт тап берет экен. Унчукпай мына погода, природанын бир көрүп койгула турган. Секин тартып көрсөтүп коеюн силерге. Кайттык мı? Шындай туғандар. О, кеттік. Туғандар, шумен видеоны аяқтайын. Бүгінгі күнді баштадым. Бұл Арсланбаптандағы базарды бағаларını біліп берем сіздерге. Чоң водопадқа чықышқа әрекет қылам туғандар. Чоң водопадқа шықсам да жолдорunu, кандай чыгыш жолун жалаң көрсөтүп сиздерге өтүп кетем. Сиздерден эми сураныч тугандар, видеого лайк кнопканы аябагыла. Каналга катталгандар, каналыбызга катталып коюңуздар. Ушундай сонун видеолорду, эс алуу борборлорду силерге жалаң тартып өтүп кетем. Биринчи Кыргызстанда бар эс алуу борборлорду тартайын. Кийин да за границаны тартабыз шекилди иншалла. Ушундай тугандар. Видеоға лайкты басып, бардыңар басып, каналға катталгандар, каналыбызга катталып коюңуздар. Ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп аласыңар тугандар. Тинч болгула, аманда болгула. Сиздер менен Данияр.